Привет! Bugun sizlar bilan qoraqalpoqcha va buxorocha tilni birikta so'zlarini solishtirib ko'ramiz. Yer bilan osmoncha farqi bor-ku, lekin mayli. Birinchi so'zimiz nima edi? Tilda gugurt nima? Gugurt. Shirpa. Shirpa. Markov. Sabzi. Geshir. Sabzini to'g'ra dechi. Geshirni tura. Keshirni to'g'ra. Tura. Tura. Ture. O'zimizga keldik. Supurgi nima? Sipsi. Sipsi. Sipsi yo'q. Sipsi. Spir. Turda sipsi mening ko'chgan spir. Juda bir bilmayman qanaqa video bo'libdi. Men bu julduz bilan. Chaqaloq. Bo'pe. Bo'pe. Chaqaloq. Bo'pe. Bo'pe. Chaqaloq ko'rgani boramiz. Bo'pe ko'ruvga boramiz. Bo'pe ko'rikka boramiz. Bo'pe ko'ruvga boramiz. Ko'rikka. Kurukka boramiz. Bo'pe Ko'ruvga boramiz. Ko'rikka. Ular topisham, tilim hamma salto to'pda Chiroyli, ko'rdingmi til? Chiroylimi? Chiroylimi nima deb o'ylaysiz? Zerindazimiz uzunsa. Bitta hit bo'lgan gap borligini bilasizmi? Biz aka, men dadam ayniqsa shunaqa deyiladi ko'p. Chaydan qo'yishingizchi, chaydan qo'yishingizchi? Chaydan quysangiz. Nima? Chaydan quyishish, quysangiz. Chaydan qo'yishish. Chay quyishish. Nimaga sizlarga sh harfi, j harfi ko'p ishlatiladi? Nimaga? Jay darajasi. Bunaqa emas. Endi bildim. Korоче, bu qizni yaxshi ko'rib qolmaydi yana. Profilni qo'ymayman hech qayerga. Ko'rdingizmi? Meni qo'ymaydiganligi uchun xudo jazoladi. Demak, o'sha Bu Ruslarning